Ikki xonali yevro remont qilingan kvartiramiz Rudaya ko'chasida sotuvga chiqyapti. 4-qavatda 62 kvadrat. Bizlar hozir mehmonxonada turibmiz. Ko'rishlaringizdek, pardalar qilingan. Mehmonxonada balkon qismi bor, radiatorlar o'rnatilgan, konditsionerlari bor do'stlar va mana bu tomonda bizlarda uголок qo'yilgan, mягкая zona, stol, pufiklari bor, TV zona qilingan, dekorativ panel qilingan. Bu yerda esa bizlarda mana shunaqa MDF krashni eshiklar o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda oshxona. Oshxonamizda kuxonniy garnitura, gazli plita, stiralniy mashinka, mikrovolnovkalar o'rnatilgan. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasida kravat, serimo, tumbuchka, shifonerlar, TV zonalar qilingan. Kvartiramizning koridor qismi ham kenggina, mana shunaqa katta. Asosiy kirib kelishimiz eshigi prixожая mebel shtit ichida joylashgan va mana bu yerda bizlarda общий sanuzel joylashgan. Juda ham chiroyli remont qilingan. Kvartiramiz yangi Qizildomda 11 qavatli domning 4-qavatda 62 kvadrat va narxni hozirda 85 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar. Yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.